Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, hammaga siz zo'rmi, hammaga xayrli kech. Ushbu videorolikni kengroq tarqatib qo'ying. Ana registratsiya masalasida aziz do'stlar, hozir o'zim ham ko'chaga chiqqan jo'qman, shu telefon qilib do'stim registratsiyang bazada yo'q. Bir oy qo'yib aptaylagan dedi. Nima uchun desam, yangi o'zgartirish kiritgan dedi. Ertaga xudo xolasa boramiz, to'liq ma'lumot olamiz, sizlarga yetkazib beramiz. Nima deydi? Bizdan uzoqlashmang. Bizni kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lib qo'ying. Sizlarga kerakli bo'lgan videoroliklarni chiqarib boraveramiz. Mana jatishini qarang. Hey! Bir narsa deb qo'y. Yaxshi olib ketadi, aynalar. Siq bo'lmang, siq bo'lmang ayna. Siq bo'lmasinmi, siq bo'lmasinmi? Qarochi o'zingiz tushunaman ayna. Men ko'chaga chiqish yo'q, makaram palo qilyapman hozircha. Tak что videorolikni maksimal gruppalarga tarqating, registratsiya ko'pchilikni ushlab bazada yo'q deb turib pulni olyapti. Sen ham shunday qildingmi? Menda 10 ming oldi. Lekin u joyma-joy bo'lib ketdi. Yana bir bachcha keldi, ayna 10 ming beraman, men chiqarib berdim, onun 10 mingini oldim, onu chiqarib berdim. O'zim yapil chiqib ketdi kerak. Qarochi hazilu shunday voqea ko'p bo'lyapti. Ertaga to'liq ma'lumot olib sizlarga videorolik qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Kanalga yangi bo'lsangiz podpisatsiya bo'ling. Ushbu videorolikni ko'rib turgan bo'lsangiz, shumni qilib padilista qilmasangiz, значит bilaveringki, Vatanga xiyonat, xalqqa xiyonat. nima deydi? Sizda ham bilsa shunaqa keyin garang qilsin aynan. Tak что astag'firullah tavba qildim. Like-ni bosib padilista qiling aynan.